Ushbu bemorimiz bizga yuqori va pastki jag'larda tishlarni yetishmasligi, chaynov qismini funksiyasini yo'qligi bilan bemor murojaat qildi. Buni tiklash masalasi bizda ko'ndalang turardi. Buni qanaqangi qilib tiklaymiz? Pastki jag'larda to'liq defekt bor. O'sha to'liq defektni yopib, tepa jag'larni sirkoniy keramika tishlar bilan to'ldirish vazifasi turgan bizda. Bizda nima qildik? Bularga pastki jag'ga implantatsiya operatsiyasini o'tkazishni tavsiya qildik. Pastki jag'ga implantatsiya operatsiyasi o'tkazish uchun bizga 5 ta implantat qo'yish kerak bo'ldi. Bemorning chap tomoniga 3 ta implantat, o'ng tomoniga 2 ta implantat bilan o'sha muammoni yopishni taklif qildik. Bemor rozi bo'ldi. Klinik laborator tekshiruvlari o'tgandan so'ng bemorga mahalliy og'riqsizlantirish ostida implantatsiya o'tkazish operatsiyasi o'tkazildi. Bunda o'ng tomonga tishni ildizini olib tashlagan holda uni o'rniga birdan qo'yiladigan implantat qo'yib, yoniga 2 ta implantat qo'ydik. Bu tomoniga 2 ta implantat qo'yib, ko'priksimon protez bilan defektlarni bartaraf qildik. Hozir o'sha keyingi implantatni qanaqangi qo'ydik? Implantatni qo'yishimizda bizlar shablonlardan foydalandik. Oldin kompyuterda hammasini tekshirib olib, qayerga qo'yish hammasini sun'iy intellekt bilan integratsiya qilgan holda bu implantatlar joylarini aniqlab olib, shablon bilan o'shani joy-joyiga qo'ydik. Mana bu qo'yilgan holati tishni ildizini olib tashlab qo'yilgan implantat, keyin orqadan 2 ta implantat. Chunki katta nagruzka tushib ketmasligi uchun bu tomonga 2 ta qo'ydik, bu tomonga 3 talik tish qo'yish uchun 2 ta implantat qo'yib berdik. Shu bilan Xudo xolasa vaqtincha tishlar qo'yib berildi hozircha. Bularni almashtiramiz, shu bilan muammolar bartaraf bo'ladi. Xudo xolasa bularni tishlarni qo'ygandan keyin sizlarga yana bularni taqdim etamiz, ko'rib baho berasizlar.